Neytron yulduzi bu koinotdagi eng dahshatli va ayni paytda eng hayratlanarli jismlardan biridir. Tasavvur qiling, o'ta ulkan supergigant yulduz o'z umrini yakunlab supernova bo'lib portlaydi. Uning yadrosi esa o'z og'irligi ostida shunchalik qattiq siqiladiki, natijada oq mitti yulduzdan ham zichroq bo'lgan atom yadrosidek jism paydo bo'ladi. Yaxshilab joylashib olinglar, bugun neytron yulduzi nima va u qanday xususiyatlarga ega ekanligini ko'rib chiqamiz. Neytron yulduzlari bu astronomlar teleskopda ko'rishlaridan oldin olimlar qog'ozda kashf qilgan noyob koinot jismlaridir. Hali neytron zarrachasining o'zi kashf qilinmasdanoq mashhur sovet olimi Lev Landau 1931-yilda kvant qonunlarining buzilishini, modda nihoyatda zichlashib, atom yadrolari bir-biriga yopishib, bitta ulkan yadroga aylanganda kuzatishimiz mumkin deb ta'kidlagan edi. 1933-yilda esa astronomlar Walter Bade va Fritz Zwicky birinchi bo'lib neytron yulduzlari supernova portlashdan keyin paydo bo'ladi deb aytishdi. Lekin hisob-kitoblar shuni ko'rsatardiki, bu yulduzlar juda xira bo'lib, o'sha paytdagi teleskoplar ularni ko'rishga ojizlik qilardi. Natijada bu guruh yulduzlarga qiziqish faqat 1960-yillarga kelib kuchaydi. Astronomlar ularni rentgen nurlarida qidirayotgan bir vaqtda ular radioto'lqinlar orasida topildi. 1967-yilda talaba Josalind Bell muntazam radio signallarini yuboruvchi sirli obyektlarni aniqladi. Tez orada ular pulsarlar deb nom oldi. 1968-yilda esa Thomas Gold bu aylanayotgan kosmik mayoq va olimlar izlagan neytron yulduzi ekanligini isbotladi. PCR B1919+21 insoniyat tarixidagi birinchi rasman ochilgan neytron yulduzi bo'ldi. Neytron yulduzining hayoti massasi Quyoshimizdan kamida 8 barobar katta bo'lgan ulkan yulduzdan boshlanadi. Bu gigant yulduzning qa'rida termoyadro yoqilg'isi tugab, uning markazi temirga to'lib qolganda haqiqiy kosmik drama boshlanadi. Yadro o'z og'irligini ko'tara olmay qoladi va o'z ichkarisiga qulab tushadi. Harorat aql bovar qilmas 5 milliard darajaga ko'tariladi. Bu haroratda temir atomlari parchalanib, elektron va protonlar bir-biriga qo'shilishni boshlaydi va neytronlarga aylanadi. Bu jarayonda ajralib chiqqan modda oqimi yulduzni tashqi qavatini koinotga uloqtirib yuboradi va supernova portlashi sodir bo'ladi. Portlashdan so'ng o'rtada o'ta zich neytron yulduzi qoladi. Lekin agar qolgan qismning og'irligi Quyoshdan 3 barobar katta bo'lsa, hech qanday kuch uni ushlab tura olmaydi. Natijada yulduz o'z ichkarisiga qulab tushadi va eng qo'rqinchli jismga, qora tuynukka aylanadi. Dalil sifatida esa hozirgacha fanga ma'lum bo'lgan eng og'ir neytron yulduzi PCR J0952 ni keltirishimiz mumkin. Uning vazni Quyoshnikidan 2.35 barobar og'irdir. Yulduz o'z ichiga qulaganda yana bitta fizik jarayon yuz beradi. Uning hajmi keskin kichragani sababli aylanish tezligi nihoyatda oshib ketadi. Oqibatda yangi tug'ilgan neytron yulduzi o'z o'qi atrofida soniyasiga yuzlab marta aylanishi mumkin. Hozirgi kunda biz bilgan eng tez aylanuvchi rekordchi yulduz PCR J1748 dir. U 1 soniyada 716 marta aylanadi. Bu daqiqasiga deyarli 43 ming marta deganidir. Uning sirtidagi tezlik shunchalik yuqoriki, u yorug'lik tezligining chorak qismiga teng. Yangi tug'ilgan neytron yulduzining harorati esa 10 million darajaga yetishi mumkin va u vaqt o'tgani sari sekin-asta soviydi, chunki yulduz ichida yangi termoyadro reaksiyasi uchun yoqilg'i yo'q. Lekin oradan 1 million yil o'tsa ham bu yulduzlar 1 million daraja issiqlikda yonib tura oladi. RxJ1856 neytron yulduzining harorati hozir ham 434 ming darajani tashkil etadi. Taqqoslash uchun bizning Quyoshimizning sirti bor yo'g'i 6000 darajaga ham yetmaydi. Neytron yulduzining gravitatsiyasi esa, ya'ni tortishish kuchi shunchalik kattaki, u Yernikidan 100 milliard barobar kuchliroqdir. Bu yulduz sirtidan qochib qutulish uchun yorug'lik tezligining yarmidan ko'ra ko'proq tezlik zarur. Agar biron bir jism unga yaqinlashsa, tortishish kuchidagi farq tufayli u shafqatsizlarcha cho'zilib, spagettiga aylanib ketadi. Bu koinotdagi eng ekstremal va gravitatsion kuchli obyektlardan biridir. Neytron yulduzining zichligi shunchalik kattaki, undan olingan bir choy qoshiq moddaning og'irligi 5,5 milliard tonnadan oshadi. Agar butun Yer sayyorasini neytron yulduzi zichligiga sig'sak, u diametri bor yo'g'i 305 metr keladigan sharga aylanib qolardi. Ilmiy ommabop asarlarda neytron yulduzlarini ko'pincha makroskopik atom yadrosi, ya'ni ulkan atom yadrosi deb ta'riflashadi.
ikkalasi ham nuklonlardan tuzilgan va zichlik jihatdan bir-biriga juda yaqin tursa ham, ammo boshqa jihatdan ular butunlay farq qiladi. Haqiqatdan atom yadrosi ham, neytron yulduzi ham nuklonlardan tuzilgan va zichligi jihatdan bir-biriga juda yaqin tursa ham, ammo ular butunlay boshqa obyektlardir. Atom yadrosini kuchli o'zaro ta'sir birlashtirib turadi. Neytron yulduzini esa gravitatsiya kuchlari birlashtiradi. Yana bitta muhim farq shundaki, atom yadrosining zichligi hamma joyda bir xil bo'ladi. Neytron yulduzi esa olimlarning bashoratiga ko'ra xuddi qatlama non kabi har xil tarkib va zichlikdagi bir necha qavatlardan iborat bo'ladi. Neytron yulduzining ichki tuzilishi bu hozircha asosan matematik modellar mahsulidir. Lekin bizda uning sirlarini ochish uchun yana bir ajoyib usul bor. Bu astroseysmologiya nomini olgan. Xuddi yerdagi zilzilalarni o'rganib, sayyoramiz ichini ko'rganimizdek, olimlar yulduzning tebranishlarini kuzatish orqali uning yuragida nimalar sodir bo'layotganini bilib olishlari mumkin. Hozirgi modellarga ko'ra, yulduz sirti xuddi elektronlar dengizda suzib yurgan atom yadrolaridan iborat qattiq panjaraga o'xshaydi. Bu qatlam tuzilishi haroratga bog'liq. Agar yulduz yosh va o'ta qaynoq bo'lsa, uning sirti suyuq okean holatida bo'ladi. Sovigan yulduzlarda esa bu sirt qattiq holatga o'tishi mumkin. Neytron yulduzining atmosferasi bor yo'g'i bir necha mikrometr qalinlikda bo'lib, u butunlay dahshatli magnit maydoni ta'sirida bo'ladi. Atmosferaning tagida esa o'ta qattiq va silliq qobiq joylashgan. Bu qatlamda gravitatsiya kuchi shu qadar kuchliki, bu sirtda eng baland tog' yoki nottekislik ham 1 millimetrdan oshmaydi. Yulduz ichkarisiga sho'ng'igan sari manzara yanada g'alatilashib boradi. U yerdagi atom yadrolari neytronlarga to'lib toshgan bo'ladi. Eng qizig'i shundaki, u yerdagi neytronlar xuddi erkin qush kabi atom yadrosiga bog'lanib qolmagan holda yulduz ichida bemalol harakatlanib yuradi. Yulduzning zichligi oshgan sari elektronlarning quvvati ham ortib, yanada ko'proq neytronlarni hosil qilaveradi. Shu nuqtada neytron oqimi deb ataladigan o'ta muhim jarayon boshlanadi. Tasavvur qiling, atom yadrolari neytronlarga shu darajada liq to'lib ketganki, ular yadroga sig'may qoladi va tashqariga toshib chiqa boshlaydi. Natijada haqiqiy erkin neytronlar dengizi paydo bo'ladi. Aynan mana shu dengiz yulduzga qo'shimcha bosim berib, uni o'z og'irligi ostida ezilib ketishdan va halokatdan saqlab turadi. O'ta yuqori zichliklarda yulduzni qulashdan saqlab turadigan asosiy kuch ham neytronlar bosimidir. Boshida neytronlar nisbatan tinch, ya'ni yorug'lik tezligidan ancha sekin harakatlanadi. Lekin zichlik nihoyatda oshib ekstremal darajaga yetganda haqiqiy poyga boshlanadi. Neytronlar yorug'lik tezligiga yaqin tezlikda harakatlana boshlaydi va bu dahshatli tezlik yulduz ichidagi bosimni keskin oshirib yuboradi va natijada materiyaning biz bilmagan mutlaq g'ayritabiiy yangi turlari paydo bo'lishi mumkin. Neytron yulduzining eng qiziq qismi uning ichki qobig'idir. Bu yerda gravitatsiya kuchi atom yadrolarini nihoyatda kuchli siqib, kichraytirib tashlaydi. Olimlar bu yerdagi materiyaning holatini hazillashib yadroviy pasta deb atashadi. Nega deysizmi? Chunki bosim ostida ezilgan materiya xuddi spagetti xamiriga o'xshash g'alati shakllarga kirib qoladi. Bo'shliqlar yo'qolib, hamma narsa bir-biriga yopishib ketadi. Yulduzning qoq markazida yadroda nima borligi esa haligacha jumboq. Eng keng tarqalgan nazariyaga ko'ra, u yerda ishqalanishsiz oqadigan super suyuqlik holatidagi neytronlar dengizi mavjud. Lekin bundan ham hayratlanarli g'alati materiya bor degan taxminlar ham mavjud. U yerda bosim shunchalik kuchliki, hatto neytronlar ham parchalanib, g'alati kvarklar, pion va kaunlar kabi ekzotik zarrachalarga aylanib ketishi mumkin. Bu shunday joy bo'lishi mumkinki, u yerda biz bilgan fizika qonunlari o'z kuchini yo'qotishi mumkin. Hozirgi kunda bizga ma'lum bo'lgan neytron yulduzlarining soni 3200 tadan oshadi. Ular asosan somon yo'li va Magellan bulutlarida yashirinib yotibdi va ko'pchiligi radiopulsarlar sifatida aniqlangan. Qizig'i shundaki, ular galaktikamizning diski bo'ylab sochilgan. Chunki supernova portlashi yuz berganda, yangi tug'ilgan yulduz xuddi to'p kabi katta kuch bilan tepib yuboriladi va soniyasiga 400 km tezlikda koinot qa'riga uchib ketadi. Bizning somon yo'li galaktikamizda umumiy qancha neytron yulduzi bor deb o'ylaysiz? Hisob-kitoblarga ko'ra, bu son taxminan 1 milliardni tashkil etishi kerak. Lekin muammo shundaki, ularning ko'pchiligi allaqachon sovib bo'lgan va deyarli nur sochmaydi. Ular xuddi qorong'ulikdagi ko'rinmas arvohlarga o'xshaydi. Biz odatda faqat baqiroq pulsarlarni yoki o'z juftiga ega yulduzlarni ko'ra olamiz xolos.
Lekin fan bir joyda turmaydi. 90-yillarda Hubble teleskopi RxJ1856 nomli neytron yulduzini topib oldi. U hech qanday signal bermas, faqatgina o'zining issiqlik nuri bilan ko'rinardi. Bugunga kelib esa aniqlangan bizga eng yaqin qo'shnilar Yerdan taxminan 400 yorug'lik yili uzoqlikdagi RxJ1856 va PCRJ0108 neytron yulduzlaridir. Video so'ngida nima uchun neytron yulduzlarini o'rganish muhimligini aytib o'tamiz. Neytron yulduzlari gravitatsion to'lqinlar astronomiyasining kaltidir. Ikki neytron yulduzi bir-biriga urilib, birlashib ketganda koinotni larzaga keltiruvchi kilonova portlashi va qisqa gamma chaqnashlari yuz beradi. 2017-yilda insoniyat tarixida birinchi marta LIGO va Virgo observatoriyalari aynan shunday to'qnashuvdan hosil bo'lgan gravitatsion to'lqinlarni to'g'ridan-to'g'ri ushlashga muvaffaq bo'ldi. Va Einsteinning nisbiylik nazariyasi bergan bashoratlardan biri o'z isbotini topdi.